Chilonzordan shunaqangi premium joy topib qo'ydimki, 4 kishilik setlarning narxi ham, mazasi ham hayron qoldiradi. Hozir men sizlarni 3 xil hamyonbop setlar bilan tanishtiraman. Birinchi set ichiga 4 ta olot somsa, 4 xishashli, sveji salata, 4 ta mastava, iced tea, choy va nonlar kiradi. Va bu 4 kishilik set kishi boshiga atiga 65 ming so'mdan tushar ekan. Xonada hamkasblar bilan yeyish uchun zo'r variant. Mastava va shashlilarning mazasi ham ajoyib ekan. Menga yoqdi. Ikkinchi set ichiga pepperoni pizzasi, margarita pizzasi va afzal pizzasi, undan tashqari Sezar salati, non, iced tea va choy kirar ekan. Bu 4 kishilik set kishi boshiga atiga 75 ming so'mdan tushar ekan. Oila davrasida shu setdan maza qilib yesanglar ketadi-yu. Pizzalarning mazasi o'zgacha. Ayniqsa afzal pizzasidan bitta yeb ko'ringlar. Uchinchi set ichiga bo'lsa 4 ta Uyg'ur lag'mon, suzma, achichu, iced tea va choy hamda non kirar ekan. Lag'mon uchun kerakli hamma qo'shimchalarni ham berishar ekan. Lag'mon xamirlari ham meni yeginda dirkillab turibdi. Bu 4 kishilik set narxi atiga kishi boshiga 55 ming so'mdan aylanar ekan. Afzal milliy va Yevropa taomlarining yangi filialiga kelsangiz yana zo'r tarafi setlardan tashqari har bitta kelgan mijoz uchun umumiy hisobdan 10% chegirma ham berishar ekan. Shundoq ekan oila va do'stlar davrasida kelaveradigan joyi. Xohlasangiz yetkazib berish xizmatlari ham bor ekan. Joylarning ichki va tashqi dizaynlarini ham milliycha ko'rinishda boplab remont qilib qo'yishdi o'zi. Yana bitta eng zo'r tarafi bolalar maydonchasi ham bor ekan. Manzil Chilonzor 26-kvartal, Orientir Vatan kinoteatrini chorrahasi aniq lokatsiya Telegram kanalida.